Ichki ishlarni qilgan ishini qaranglar. Norasidalar, otasiz, nogironlik bo'lgan bir qancha shunaqangiz muhtoj oilalarga رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bugungi kunda taraqqiyoti, vatanimizning taraqqiyotini boshida turgan muhtaram yurtboshimizni o'tgan ota-onalariga ham bag'ishla qildik. Bu xayrli ishlarga kimlar sabab bo'lgan bo'lsa, hissa qo'shgan bo'lsalar, ularni ham hammalarini o'tmishlarini Xudoyo rahmat qilgin. Yurtboshimizni, yurtimizni ustida qilayotgan barcha xayrli ishlarga o'zing madadkor bo'lgin. Yurtimiz uchun, dini millatimiz uchun, xalqimiz uchun sen rozi bo'lgan ko'p ulug' xizmatlarni qilishlikka muvaffaq. Shu yodda turgan hamma kichiklar, mana viloyatimiz hokimligi, shahar hokimiyati, hamma ichki ishlar bu yerda xizmat qilib turgan hammalarini xizmatlaridan rozi bo'lib, oxiratlariga zaxira qilgin. Bu ishlarda boshida turgan Azamjon ukamiz Xudoyo u kishini qilayotgan hamma ishlarda mu'in va madadkor bo'lgin. U kishiga yordamlashib turgan, hissa qo'shib turgan, biz bilgan bilmagan hammalarini Alloh subhanahu va taolo o'zi bilib turibdi. Ularni ham xayr maqsadlarni hosil qilgin. Mashinamizni tariqa qo'yayotganda siz keldingiz, kim bilan kelgansiz?
Hojilarga borib yurishsin. Nima kuyga kelgan bo'lsa Alloh rozi bo'lsin. Sakira veringlar maqsud. Kim bilan? Mana opajon sizga. Rahmat. Mana yana opa. Mana ayasi. Berdi onaga berdi. Hatta bo'lsa ham berar qo'llaringiz hammani tanishingizga ishlaringda obro' omad yor bo'lsin. Ichki ishlarga hammaga dunyoda tinchlik bo'lsin, salomatlik bo'lsin. Ishlaringga obro' bo'lsin. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Iloyim, Lekin qoyil. Qachon bo'lsa shu xizmatlarimizda yelkama-yelka turib xizmat qilasizlar. Kattadan katta rahmat boshlar. Zaharga qaytganingizdan xursandmiz. Alloh ziyoda qilsin aka.
tushyapti-yu. Inshaalloh do'zax o'tini o'chirib bergan. O'chirildi. O'shanga bu obunachilarimiz sabab, xursandchilarga va ukalarimiz, jamoamiz, hammasi ustozlarimiz Xudo xolasa doim shunaqa xizmatdalar. Sog' bo'linglar, onalarimiz bor bo'lsin. Men yana mana shu bolaga to'p qo'yaman. İnşallah. Ben bu işi boramiz. Ona pullar rahmat. Biramondo. Allah Taala jannatda, Alloh Taolo jannatda. Xullas siz shuni xizmat qilib qo'ysin. Qachon bo'lsa mana Asliddin akamiz Yazadulloh akamga biz shuni yuzlanganimizda Alloh o'zi labbi deb malollanmasdan chiqib xizmat qilib berishadi. Ilohim Alloh sizlarni xursand qilsin. Shuncha insonlarni xursandchilikka sabab bo'ldingiz. Rahmat. Shu borada ichki ishlar xodimlariga alohida rahmatimizni aytib qolamiz. Bu alini emas sifatida emas. Rahmat. Alloh yaxshi o'tiribsizlar. Issiqda uylarda turibsizlarmi? Ikkovlari ham shu uyda chiroyli, zamonaviy, hamma jihozlarga ega bo'lgan uylarda. Kamchilik yo'qmi? Sog' bo'linglar. Albatta, bu narsalarga siz yaxshilar. Yuzlashda davom etinglar. Ergana media ommaviy axborot vositalarining muxbirlari hamda Marg'ilon saxovati jamoasi doimiy shunaqa opa-singillarimizni xizmatlarida qolamiz. Rahmat, Xudo xolasa. Qoriya qiz bo'ling. Tushunibsizlar. Xayr, Hilolaxon. Xo'p, yaxshi boring. Karli jamoasining a'zolarida o'rtoqdoshligimiz Hilolaxon Muyassar mana kinimiz har doim labbayda shu xizmatlarga kelishadi. Alloh rozi bo'lsin. Yaxshi bo'linglar. Rahmat. Onamdan mana. Alloh rozi bo'lsin. Alloh salomat qilsin. Ilohim sog' bo'ling, siz yoshda kirib yuring ilohim. Xodona o'zingizdan bir duo qilib qo'ying farzandlaringizni. Ilohim. Valla imonimiz salomat, Parvardigorim dunyo yurtimizni tinch qilgan Parvardigorim hammamizni xonadonimizga barakot dunyo qo'ygan. Yana kelgan ishqoqlarga yana ham ko'payib Allohim hammamizni yetkazsin. Parvardigorim to'g'rimizdan ko'paytirmasin. Ijodchi bolamni ham tanjollarni sog' qilsin. Nazaridan Alloh rozi bo'lsin. Rahmat hammalariga.